Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Efirda zamonamiz qahramonlari haqida hikoya qiluvchi Zamondosh ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni Romitan tumanidagi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi tadbirkor, dehqon ayol Sojidaxon Namozova bo'ladilar. Romitan tumanining So'lum va Fayzli maskanlaridan biri bo'lgan Qo'rg'on mahallasida yashovchi mehnatkash ayol Sojida Namozova chorak asrdan ziyod vaqtdan buyon dehqonchilikni o'z hayotining ajralmas qismiga aylantirib kelmoqda. Uning har bir kuni tong sahardan boshlanadi. Yerning hidi, bog'ning nafasi, daraxtlarning shivirlashi Sojida uchun yillar davomida eng aziz hamrohga aylangan. Turmush o'rtog'i Oydin Jo'rayev bilan birgalikda mehnat qilib, ular o'z tomorqasida 60 tubdan ortiq anjir hamda 50 tubdan ziyod anor daraxtlarini mehr bilan parvarishlab kelishmoqda. Har bir ko'chat ular uchun shunchaki daraxt emas, balki yillar davomida qilingan mehnat, sabr va umidning ramzi hisoblanadi. Ular har bir faslni o'z vaqtida qarshi olib, daraxtlarni sug'orish, shoxlarini butlash, kasalliklardan asrash, tabiiy o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlariga alohida e'tibor qaratadi. Shu yerga tushganimga 25 yil bo'ldi. 25 yildan buyon ana shu anjil anor bilan shug'ullanib kelyapmiz. Shuni orqasidan daromad qilib, farzandlarimni o'qishlariga, ro'zg'orimni tebratib kelyapman. Bu yerga 60 daraxt anjil bor. Anor 55 daraxt bor. Endi bahor kelganda birinchi o'chamiz bularni. O'chib, ana taylaga hachala qo'yib, ana tayga mahalliy nurilar solib, suv berib, keyin barglari chiqqandan keyin shu ana hosili chiqqandan keyin buni xishova qilamiz. Xishova qilib turamiz, bo'lmasa bo'lmaydi. Yaxshi so'maydi. Vaqtiga to'g'ri qilamiz. Suv bilan yuvamiz buni. Shuning uchun shunday nimalar qilmaydi, qurt qilmaydi. Anjil suvni yaxshi ko'radi. Tez-tez suv bersangiz, shunday katta-katta soladi, chiroyli bo'ladi. Endi o'ylamiz bilan birga mehnat qilamiz bunga. Bir kishi, ikki kishidan bo'lmaydi. Bu ko'pchilik odamning ishi bu. Birga mehnat qilib, birga daromad olamiz. Qo'rg'on mahallasida yetishtiriladigan anjirlar o'zining beqiyos shirinligi, xushbo'yligi va betakror ta'mi bilan ko'pchilikka mashhur. Bu yerning quyoshi, tuprog'i va mehnatkash insonlarning zahmati tufayli yetishtirilgan anjirlar nafaqat mahalliy bozorlarda, balki atrof tumanlarda ham xaridorgir hisoblanadi. Sojida Namozova bugungi muvaffaqiyatining sirini faqat mehnat bilan emas, balki kattalardan olgan tarbiya va hayotiy saboqlar bilan ham bog'laydi. Ayniqsa, qaynonasi unga bog'dorchilikning nozik jihatlarini o'rgatganini doimo minnatdorlik bilan eslaydi. Qaynonam har bir daraxtga farzanddek mehr berishni, uning holidan har kuni xabar olishni uqtirar edilar. Yerga mehr bersang, yer ham seni hech qachon uyaltirmaydi deb ko'p aytardilar. Shu pandlarga hozir ham amal qilaman, deydi qahramonimiz biz bilan suhbatda. Anjir parvarishi tashqi tomondan osondek ko'rinsa-da, aslida juda katta mas'uliyat va sabr talab qiladi. Ayniqsa, hosilni yig'ib olish jarayoni eng mas'uliyatli pallalardan biridir. Pishib yetilgan anjir nihoyatda nozik bo'lgani uchun uni ehtiyotkorlik bilan uzish kerak. Ozgina beparvolik ham mevaning ezilishi yoki sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli har bir mevani ehtiyotkorlik bilan terib, saralab, qulay idishlarga joylashtirish talab etiladi. Ana shu bog'bonchilikning asosiy sababchilari bobomiz Orziqul bobo, ammamiz Qurbonay opa shu bog'larni yaratgan bularga. Shularni davomchisi ana shu kelinamiz Sojidaxon va shu jiyanimiz Oydindon bularning shu davomchisi. Shu anjil bizaga Qo'rg'onga eng birinchi o'rinda turadi, anjil bilan anor. Bularni dongi to respublikacha borgan. Qo'rg'onimiz, sizlar bilasizlar, ikki pirning o'rtasida, shu ikki pirning quvvati bilan shu Qo'rg'ondagi anjildor anorlar hamma joyga mevasi dongi ketgan. Shularni xo'sh ijobat olib, shularni hammasi natijasini ko'ryapsizlar. Ana o'zlaringiz guvoh.
Shu yerda bo'lgan hamma narsalar hammasi shu qo'rg'onning mevalari. Bular eng inoq oila. Aka-ukalari, shu toborlari bilan hammalari kelishgan bular. Shular eng chiroyli oila, ko'zga ko'rinadigan oila bular. Mehnatni ham qiladi, ana rohatni ham ko'ryapti. Bular bu ana shu anjirlarni kelin teradi, laganga teradi, yeri g'ijduvongacha olib borib sotib kelyapti. Bu mehnat, bu mehnatning arkasidan bo'lyapti ular. Anor parvarishi ham o'z navbatida katta mehnat talab qiladi. Daraxtlarni o'z vaqtida shakllantirish, suv me'yoriga amal qilish, zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashish va mevasi yorilib ketmasligi uchun doimiy nazorat olib borish zarur. Ana shu mehnatning samarasi sifatida har yili bog'da serhosil anorlar pishib yetiladi. Yoz fasli Sojida opa uchun eng sertashvish, ammo eng barakali davr. Tong o'tmasdan bog'ga kirib, kun qizig'iga qolmasdan hosil terishga harakat qiladi. Chunki ertalabki salqin havoda terilgan anjir o'z sifati va ko'rinishini yaxshiroq saqlaydi. Har bir hosil yig'im terimida oila a'zolari ham bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishadi. Bu esa nafaqat barakali hosil, balki ahillik va hamjihatlikning ham yorqin namunasidir. Ular uchun mehnat oilaviy qadriyatga aylangan. Qo'rg'on mahalla fuqarolari yig'inimizda bugungi kunda 2785 nafar xotin-qizlarimiz mavjud. Shundan namoz va sojidaxon uchun gapirmoqchi bo'lsam, u yil bu kishini ayollar daftarining 6-bosqichida kiritgandik, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha. Hokim yordamchimiz bilan birgalikda imtiyozli kreditlar olishga yordamlashildi. Hozirgi kunda namoz va sojidaning oilalari namunali oila, mehnatsevar oila, doimiy mehnatda bular. Men shu oilada doimiy ravishda kelganimizda oilalarda mehnat qilayotganlarni ko'ramizda, oilaviy mehnat qilayotganlarni ko'ramiz. Mana bugungi kunda Qo'rg'on mahallamiz dehqonchilik bilan ko'pchiligi shug'ullanib keladi. Driverimiz ham dehqonchilik, anjir, anor bilan shug'ullanishadi ko'proq. Anjir yetishtirishning ham o'ziga xos mashaqqatlari bor albatta. Uy ro'zg'or ishlaridan ortib, masalan, ana xo'jayinlarga yordamlashib, dehqonchilikda ko'makdosh bo'lib, birga bozorlarimizga chiqarib, oilalarga daromad olib kelyaptilar. 3 nafar farzandlari bor, birga ko'maklashib, ko'makdosh bo'lib, doim shu oilada mehnat qilib kelishadi. Hozirgi kunda ana 1 nafar kelinlari bor. Ana o'g'illarini o'qishga qo'yish niyatida yuribdilar. Bu kishiga, oilalariga tinchlik, ana daromadlariga fayz barakot tilayman. Doimiy o'sha mahallamizning namunali ayollari bo'lib yursinlar. Sojidaning tomorqasi mahallada ko'plab xotin-qizlar uchun ham ibrat maktabi vazifasini o'tamoqda. U o'z tajribasini hech kimdan ayamaydi. Ko'chat ekishdan tortib, tabiiy o'g'it tayyorlash, daraxtlarni parvarishlash va hosilni saqlashgacha bo'lgan barcha sir va asrorlarni qiziquvchilarga sidqidildan o'rgatadi. Uning fikricha, inson yer bilan do'st bo'lsa, mehnatdan qochmasa, albatta baraka topadi. Har bir daraxt mehrni his qiladi. Agar unga mehr bersangiz, u sizga hosil bilan javob qaytaradi. Yer hech qachon mehnat qilgan insonni kam qilmaydi, deydi u samimiylik bilan. Chindan-da bugungi kunda Sojida Namozova va turmush o'rtog'i Oydin Jo'rayev parvarishlayotgan anjir va anor bog'lari mehnatsevarlik, sabr-toqat va yerga bo'lgan mehrning yorqin namunasi sifatida ko'pchilikka ibrat bo'lib xizmat qilmoqda. Shubhasiz, yerga mehr qo'ygan, halol mehnatni hayot mazmuniga aylantirgan Sojida Namozova kabi fidoyi insonlar bor ekan. Yurtimizda bog'dorchilik va dehqonchilik an'analari yanada ravnaq topib, dasturxonlarimiz fayz va barakadan hech qachon xoli bo'lmaydi. Muhtaram yurtdoshlar, shuning bilan ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini yakunlaymiz. Zamondoshimiz dehqon ayol Sojidaxon Namozovaning bundan keyingi mahalla obodligi, qolaversa yurtimiz iqtisodiyotini boyitish yo'lida olib borayotgan ishlariga ulkan omadlar tilab qolamiz. Xayr azizlar, salomat bo'ling.